Sharq Turkiston miqyosida Kerem Qarim deb nom chiqargan, yaqinqi zamon tariximizda o'chmas yulduzli parlagan, mashhur olim, diniy islohotchi, da'vat va tabliğchilar ulgisi, jamoat arbobi, marhum Shehid ustoz Abdukerim Abduvali 1955-yili 9-oyning 20-kuni Kuchar noyasi Koni shahar markaziy Saqsoq mahallasida bir yakki tijoratchi oilada dunyoga kelgan. Merhum ustoz Abdukerim Abduvali ailenin 10 farzandining 3-farzandi bo'lib, o'qish ishiga kelganda bir yondan Qur'on savodini va dastlabki diniy savodini oilasida otasida chiqarsa, yana bir yondan boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktablarini Kuchar 1-boshlang'ich va 1-o'rta maktablarida o'qib bitirgan. Otasi uning favqulodda aqlli, hushyor, ziyrak ekanligini bayqab, qanday qilganda kelgusida yaramliq odam qilib tarbiyalab yetishtirishni o'ylashayotgan bir paytda mustabid kommunist Xitoy hokimiyati raisi Mavzudun o'lib, undan keyin Xitoy siyosatida azroq o'zgarish bo'ldi. Uzun yillar turmalarga, qorong'u zindalar qamalgan, emgak maydonlarida ig'ir emgakka selingan, har turli qiyin qistoq azob oqibatlarini beshidan o'tkazib, o'limdan eshib qolgan sanoqliq bechora ahli ilm domollarimiz, qori Qur'onlarimiz qo'yib berilgan, ilgari taqib etilgan masjid jamoalar yangidan ochilib, chiqib etilgan masjid jamoalar yangidan selingan hamda masjid madrasalardagi o'quv o'qitish va diniy oqartish ishlari yangidan boshlangan. Ustozning inisi Muhammad ibn Abduvalining aytib berishicha, ularning otasi fursatni g'animat bilib, o'g'lini Kuchar noyasidagi dangliq domollamlardan Rasti masjid imomi Abdul Hakim domolloh hojimga talab qilib olib bergan. U talablik berilgan kundan boshlab tirishib, qisqa vaqt ichida ko'rinarli darajada ilm tahsil qilgan. Ilm saviyasi oshgan sari bir ustozdan olgan darsga qanoat qilmay, mahallasidagi Saqsoq masjidi imomi Sidiq qarajimdan dars olishga boshlagan. Uningdan boshqa yana Tuvan Pichoq masjidi imomi Abdukerim domolloh hojim, Changiliq Barat domolloh hojim qatorliq mashhur va peshqadam domollamlardan qori Qur'onlardan ilm tahsil qilgan. Ularning hayot tajribalarini, o'quv o'qitish sohasidagi tajriba saboqlarini, diniy va milliy fikrlarini ko'ngil qo'yib o'rgangan. 1985-yili hurmatli ustoz vatanimizning qog'liq noyasiga berib, tajovuzchi kommunist Xitoyning turmusida 25 yil yotgan. Yangi o'zgargan siyosat sohasida turmadan chiqqandan keyin diniy oqartish xizmatini yangidan boshlagan va Sharqiy Turkiston xalqining e'tiqodiy, siyosiy va ijtimoiy jihatlardagi fikrlarini qaytadan jonlantirgan mashhur olim Abdul Hakim Maqsum hojim bilan uchrashib, uningdan ta'lim olgan. Shuning bilan birga vatanimiz Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridan o'qish uchun kelgan minglarcha talablar bilan tanishgan. O'zaro fikr almashtirgan, tushunish hosil qilgan. U shu 1985-yildan boshlabla o'quv o'qitish va da'vat sohasiga atlangan. Bir yondan o'qib yetilsa, yana bir yondan o'qiganlarga izchil amal qilish bilan birga Sharqiy Turkistonning butun shahar, rayon, yezi qishloqlarini aylanib yurib, milliy urf-odat va diniy tashviqotni kuchaytirish xizmatlarini boshlab o'tgan. Uzun yillar diniy bilimdan mahrum qilgan bechora xalqimizga tabliq qilish, bilganlarni ularga yetkazish bilan shug'ullangan. Aslida Sharqiy Turkiston xalqining 1949-yildan boshlab 1980-yilgacha bo'lgan taxminan 30 yillik o'tmishi intayin ichinishli edi. Kommunist Xitoy ishg'olchilari vatanimizni 1949-yil besib olgandan boshlab bu munbat zaminni mangu o'zining mustamlikasi qilib olish tamasida xalqimizga qarata siyosatini kundan kunga ig'irlashtirdi. 1000 yildan beri e'tiqod qilib kelgan muqaddas islom dinini butunlay yo'qotish uchun nurg'ulg'an siyosatlarni yurgizdi. Bu razil niyatini ishga oshirish uchun eng vahshiylarcha qirg'inchilik olib bordi. Oldi bilan rahbarlar, diniy olim, ulamolar, vijdonli ziyolilar, xalq ichida ta'siri bor jamoat arboblari, yurt cho'nglari, oqsoqollar va boylardan boshlab Sharqiy Turkiston xalqining ko'z ko'ringan bilimlik va qimmat qarashga ega zotlarini har xil bo'xtonlar bilan qoralab, sinflarga ayirib, bir-biri bilan talashtirib, g'aljirlik bilan o'ltirdi. Xohlagancha tutqun qilib, turmalarga qamadi. Yurtlaridan surgun qildi. Mol-mulklarini musodir qilib, bulab taladi. Nurg'un narshida qiz o'g'illarni yetim, ma'sum xonim cho'konlarni tul qoldirdi. Yashnab qolgan ota-onalarni farzandlaridan judo qildi. Ham muqaddas dinimizning barliq simovullarini, ham milliy urf-odatimizning barliq simovullarini yo'qotishga, buzib chiqishga urindi. U yillarda vatanimizda xuddi hozirgidekla hech qanday diniy maktab, madrasalar yo'q bo'lib, barliq madrasa va nurg'un masjid jamoalar chiqib tashlangan. Chiqilmay aman qilgan masjid jamoalar bo'lsa, tunguz beqilgan ig'ilga, yog'ochchilik va to'mirchilik korxonalarga, ochiq saqlash omborlariga aylantirilgan edi. Barliq olimlar shaytonning aqliga kelmaydigan har xil jinoyat, tuhmatlar bilan qorlanib, tutqun qilingan. Ba'zilariga o'lim jazosi berilib, etib tashlangan. Aman qolganlari uzun muddatli qamoqqa hukm qilingan.
boşlangan edi. Şunun bilan bu 30 yillik qulluq jarayonida üsüp etilgan yoshlarimiz islom dinini o'rganish va o'zlashtirishdan tamamen mahrum qolgan edi. Shaharning chetlarida haftada bir qatim o'qiladigan juma namoziga yushunch kelib yig'iladigan necha ming jamoat ichida juma namoziga imomlik qilib bergida bir odam chiqmaydigan bir ahvol shakllangan edi. Yoshlarimiz bo'lsa butunlay dinsizlik ideyasi bilan zaharlanib o'tdi. Keyin Xitoy siyosatining nisbatan o'zgarishiga ergishib, Sharqiy Turkiston xalqi bir oz bo'lsa-mu nafas oldi. Jafokash hunarmand kasblar, bog'bon dehqonlar, tijoratchilar, chorvachilar o'z sohalarida yangidan egilik yaratishga boshladi. Shuningga ergishib turmalarda, emgak maydonlarida hayot qilgan ahli ilm, qori Qur'onlarni qo'yib berilgandan keyin masjid jamoalarda, madrasalarda yangidan diniy o'quv-o'qitish ishlari bilan shug'ullandi. Bu xizmat taxminan 10 yil davom qildi. Bu jarayonda nurg'un olimlar, nurg'un taliblar, vatan o'g'lonlari yetishib chiqdi. Ustozning da'vat, tabliğ, o'quv-o'qitish ishlarini boshlab o'tgan yillari dal mush yillarga to'g'ri keladi. U har qaysi shahar rayonlarini, yezi qishloqlarni, maktab, universitetlarni, idora xizmat o'rinlarini aylanib yurib, bo'libmi Qashqar, Xotan, Oqsu, Ko'la, Turpan viloyatlarining nahiya yezlarini, Urumchi shahrini ko'p qatimlab ziyorat qilib, jamiyatning har soha, har turli odamlari bilan uchrashdi. O'qimishliq adab yozuvchilar bilan suhbat olib bordi. Hatto Kommunist partiyasiga o'tib ketgan milliy kadr ziyolilarni ziyorat qilib, ular bilan munozir olib bordi. O'zining o'zgacha uslubi, yorqin ovozi, o'tkir va dodir fikrlari bilan tabliq qildi. Dinni, tavhidni, Allohning bor va birligini uchuq va tushunishli qilib yetkazdi. Yangidan yetishgan, bir chiqish yo'l topolmay qilayotgan nurg'un o't yurak, qat'iy irodali, qaysar, vatansuyar qalblarga ulgu bo'ldi. Xalqimiz orasida Kerem qori deb tunildi. U nagil bo'lsa, aziz xalqimiz uni so'ydi, uningga quchoq ochdi. Jarangliq va mungluq ovozini tinglashga oldirdi. Uni bir tingshigan kishi yana bir tinglashni arzu qiladi. Bir ko'rgan odam yana bir ko'rishni, tabliğini anglashni, suhbatini tinglashni umid qiladi. Tabliğlari un olg'uga ilinib, lentilari xalqimiz orasida keng tarqaldi. Uning tabliğini bevosita anglaganlar lentlardan angladi. Uni g'oyiban so'ydi. Uning bilan bir uchrashni arzuladi. Ustoz yangidan to'g'ri yo'lga kirgan. Allohning hidoyatiga muyassar bo'lgan Qur'ondan, islom dinidan savodi yo'q nurg'un yosh qiz o'g'il o'smirlarni, jamiyatning pisqi pujur patqoqlardan amdila qo'l uzgan notivan qiz yigitlarni o'yladi. Ularga to'g'rini o'rgatadigan maktab bo'lish kerak dedi. U bu niyatiga mo yetdi. Qiyomatlik do'sti Shehid ustoz Abdulhamid Qori va boshqa fidokor do'stlari bilan birlashib 1987-yildan boshlab ba'zi shahar nahiyalarda maktab ochdi. Bu maktablar qisqa muddat ichida xalqimizning qo'llab-quvvatlashiga erishib, har qaysi shahar yezlarga kengaydi va soni kun sayin ko'paydi. Masalan, ustozning sabdishi Abdukerim Ziyobning aytib berishicha, yolg'iz Kuchar nahiyasida ochilgan maktablarning soni 1990-yilning boshiga kelganda 14 ketgan edi. Shuni unutmaslik kerakki, Uyg'ur xalqi islom dini bilan 1000 yil burun sharaflangan. Islom aqidasi qon-qiniga yo'g'rilgan, azaldan esil va pok sop millatdir. Tarixning bir mezgillik o'tkinchi bo'ron chapqinlarga uchrab, ma'lum darajada zaharlangan, yo'ldan chiqqan va har qancha dindan chiqib ketgan taqdirdami, dinimiz to'g'ri ravishda tushuntirilsa, ularning qonlaridagi asli xamir turish yangidan harakatga o'tib, darhol to'g'ri yo'lga qaytadigan, haqni qo'llab-quvvatlaydigan, haq yo'lida melini va jinini fido qilaydigan insofli millatdir. Aziz millatimiz bu qitimni buni isbotlagan edi. Gerçi dushmanlar millatimizdan qul qilib olgan bo'lsa-mu, ularning ruhini qul qila olmagan, dinini, irodasini sundira olmagan, ma'naviyatini ojizlashtira olmagan edi. Shun ular marhum ustozning diniy xizmatlariga izchil moslashib, qo'lidan kelishcha yordamda bo'lgan. Iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan, pul lozim bo'lganda pul, vaqt lozim bo'lganda vaqt ajratgan. Millatimizning bu izil an'anasini haqiqatan taqdirlashga, qadrlashga va ularga minnatdor bo'lishga arziydi. Ustozning diniy xizmatlari, tabliq suhbatlarining ta'siri ichkiri o'lkalardagi necha ming kilometr yiroqlikka tungan musulmonlarga yetib borgan. Ularning diniy olimlari bir hayat tashkillab 1989-yili 7-oyda Ishkiridan Sharqiy Turkistonga kelib, Turpan, Ko'la, Kuchar, Qashqar, Xotangacha berib, bu yurtlarga borib ziyoratlarda bo'lgan. Ular xalqimiz tomonidan bo'libmi diniy zotlarimiz tomonidan qizg'in kutib olingan. Ular borganlar yerida masjid jamoalarini, yangi ochilgan maktablarni ziyorat qilgan. Uyg'ur musulmonlarining jamoat arboblari bilan tanishgan. Ularning diniy e'tiqodi, urf-odatlari, milliy an'analari, turmush ahvollari va vaziyati to'g'risida ma'lumot egallagan. Marhum ustoz Abdukerim Abduvali bilan da'vat uslubi, tabliq usuli haqida o'zaro fikr almashtirgan, tajriba saboqlarini yakunlagan hamda marhum ustozni ichkiri o'lkalardagi tungan musulmonlarni ziyorat qilishga taklif qilgan. U bu taklifga binoan sabdishi Abdulqodir Yopchan aka va Chorliq Niyoz Qori bilan birlikda bir hay'at bo'lib 1989-yili 12-oydan 1990-yili 1-oyning o'ttirlargacha ichkiri o'lkalardagi tungan musulmonlarni ziyorat qilgan. Abdulqodir Yopchanning aytib berishicha, ular oldi bilan Ishki Mongoliyaning markazi Kokxot shahridagi tungan musulmonlarni, ularning masjid jamoalarini, diniy maktab
maktab madrasalarini ziyorat qilgan. Ondan Ningsha musulmonlarini, oxirida Gansu musulmonlarini navbat bilan ziyorat qilgan. Diniy qarindoshlik nuqtasidan elib aytganda, bu ziyorat intayin ko'ngillik va ma'nilik o'tgan. Ular borgan yerda qizg'in qarshi olingan. Ustoz millatimizning diniy va milliy ma'rifiga ko'ngil bo'lib qolmasdan mustaqillik ko'rishiga ko'ngil bo'lgan. Masalan, ustoz Abdurahmon Qorimning aytib berishicha 1989-yili 9-oyda Barit inqilobining harbiy qo'mondoni Muhammad Jamol bilan Kuchar noyisida ko'rishgan va uning bir mezgil diniy ta'lim tarbiya elishiga sharoit yaratib bergan. Maxsus odam ajratib tarbiyalagan. Shuning bilan birlikda bu inqilob baldur boshlanib qolgan taqdirda g'alba qilg'il bo'lmaydiganligini, sharoitning tig'i to'liq pishib yetilganligi, shunga tayyorlik bosqichlarining qattiq ehtiyot bilan bir mezgil davom qildirishi lozimligi haqida tanbeh bergan. Biroq to'limi afsuski, mazkur xizmatlar aran 5 yil davom qila oldi. Uyg'ur musulmonlarining, bo'libmi yosh qiz yigitlarning islom diniga bo'lgan qarashning o'zgarishi, diniy tabliğ va tashviqotlarning izchil kengayishi, diniy oqartish xizmatlarining yangidan jonlanishi qatorliqlarni ko'zitib turgan qonxo'r Qizil Xitoy doiralari 1990-yili yoz oylarida butun diniy maktab madrasalarini taqidi, taliblarni tarqatib o'tdi. Nurg'un yetakchi ustozlarni qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullangan deb qarlab tutqun qildi va tutish buyrug'i chiqardi. Tutish buyrug'i chiqarilgan avangard ustozlar qatorida Shayar nahiyasidan shahid ustoz Osman Abdulhamid, Kuchar nahiyasidan Abdukerim Ziyab, shahid ustoz Abdukerim Abduvali va o't yurak vatanparvar ziyoli Erkin Abdurazzoq qatorliqlar bor edi. Ular o'zlarining tutish buyrug'idan xabar topgandan boshlab Urum shahrida 1990-yili 11-oyning 16-kuni tutqun qilingan qadar yushurinib qilchi bo'shashmasdan davlat xizmatlarini izchil davom qildirdi. Ular tutilib ketgandan keyin Xitoy soqchi doiralari Abdukerim Abduvali qatorliq ustozlardan jinoyat degidek dalil isbot topolmagan bo'lsa-mu, har xil bahona sabablar bilan qarlab jazoga hukm qilgan. Masalan, Xitoyning 1993-yili 5-oyning 16-kuni Urum shaharlik o'tir sud mahkamasi tomonidan berilgan tunji qatimli hukmnomasida Abdukerim Abduvali aksil inqilobiy tashviq qilish, qudratqullik qilish jinoyati o'tkazganlik uchun muddatli 12 yillik qamoq jazosi berilib, siyosiy huquqidan 4 yil mahrum qilindi deyilgan va 5-oyning 21-kuni Urumchi shahri 1-turmaga qamalgan. 1998-yili 3-oyning 16-kuni 3-turmaga yo'tkab kelingan. Ustozning 12 yillik jazo muddati tugashga bir qancha oy qolganda Xitoylar yana g'aljirlashib, nazorat qilib boshqarish tartibini buzdi degan jinoyat bilan qaralab 2-qatim sud etib 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. 2005-yili 4-oyning 26-kuni yana nazorat qilib boshqarish tartibini buzdi degan jinoyat bilan qaralab Urumchilik Saybaq rayonlik sud mahkamasi tomonidan 3-qatim 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Texi bu jazo muddati to'shmay turib 2006-yili 9-oyning 5-kuni Urumchilik Saybaq rayonlik sud mahkamasi uni burunqidaklar nazorat qilib boshqarish tartibini buzdi degan jinoyat bilan qaralab 4-qatim 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuning bilan ustozning jazo muddati 2006-yili 9-oyning 5-kunidan 2011-yili 9-oyning 4-kunigacha uzartirilgan. 2009-yili 7-oyning 1-kuni Urumchilik o'tir sud mahkamasi 5-qatim sud etib, yana o'xshashlar turma qoida tuzumlariga xiloflik qilib, ko'p qatim namoz o'qigan, ochliq e'lon qilgan, turmaning boshqarish tartibini buzish jinoyati o'tkazgan deb qaralab 5-qatim 3 yillik jazoga hukm qilgan. Bu qatimqi sudning bosh sudchisi Farhod Ablay, sudchilar Tursunay Barat va Maryam Ahmadlarning hamda putukchi Shahida Shavkatning ismlari yozilgan va mahkama tamg'asi besilgan hukmnomada Abdukerim Abduvalining o'tab bo'la olmagan 2 yil, 2 oy, 3 kun jazo muddati qo'shilib amaliy jazo muddati 5 yil bo'lib 2009-yili 7-oyning 1-kunidan 2014-yili 6-oyning 30-kunigacha uzartirildi deb yozilgan. Uningdan boshqa yana hukmnomada ustozning turma ichida ko'p qatim turma jazosiga uchrab, nurg'un qatim yolg'iz kichik kamerga qamalganligi yozilgan. Jinoyatchi Xitoylarni billa so'lab nazorat qildirgan, ko'p qatim urg'uzgan, har qatim qiyin qistoqlar bilan qiynagan. U o'zining eng tinch noroziligini ifodalab 2011-yilning oxirlaridan boshlab 2012-yilning boshlarigacha uzun muddat ochliq e'lon qilgan. Bo'lsa-mu, Xitoy doiralari buningga qilcha pisand qilmagan. Ustozning 2014-yildagi jazo muddati to'shay degandimi, Xitoy doiralari yana o'xshash bahona, o'xshash sabablarni ko'rsatib, 6-qatim sud etib, uning jazosini 5-qatim uzartgan. 2014-yili 4-oyda ustozning enisi Abdurahmon Abduvalidan olgan ma'lumotga asoslanganda, ustozning oilasidagilar va tuqqanlari shu yili 6-oyning 30-kunining to'shishini 4 kun bilan kutib turgan bir paytda soqchilar enisini chaqirtib, akisining jazo muddatining yana uzartirilganligini bildirgan. Bu qatim ustozning hech bir gunohi yo'q holda qamoq jazosi arqa uzartilib, nohaq turmada yetayotganligi xalqaro kechirim tashkilotlarining kun tartibga
kelgan. Shundan boshlab ustoz haqida aniq ma'lumot yo'q. Faqat 2015-yilda qizi bilan ko'rishgan chaqda otasining bak ojizlab ketganligini, soqchilar uni choqliq o'rindiqqa o'ltirg'izib olib chiqqanligini, aynak orqasidan telefonda aron 2 minutda gap qilganligini Shvetsiyada turishliq tog'asiga so'zlab bergan. Uningdan keyin vatan ichi bilan sirtidagi aloqa tamoman uzilib qolgan bo'lg'achqa tuz pukmas azmat Abdulkerim Abduvalining shahid bo'lgan tariximi g'uvo qilmoqda. Ba'zilar 2017-yili 3-oyda shahid bo'lgan desa, yana ba'zilar 2017-yili 9-oyda shahid bo'lgan deyishmoqda. Ustoz hayotining jami 27 yilini turmada o'tkazgan. 2017-yili 3-oyda yoki 9-oyda 62 yoshida shahid bo'lgan. Xitoylar uni jazolash bilan cheklanib qolmasdan, uning oila a'zolariga ming bir turli aziyat va ansizlik yetkazgan. Ana shundoq bir azmat yetishtirgan aziz onasi Maryam Nisoxon ona 22 yil bola hasrati chekkan. Oxirgi kesal kunlarda o'g'lim bilan bir qatim ko'rishib olsam degan kichikina talpimi rad qilinib, oxiri ko'risholmay 2012-yili 11-oyning 22-kuni bu olam bilan xo'shlashgan. Alloh Firdavs jannati bilan mukofotlasin va shu yerda ona bola hasratini ketkizgiga nasib qilsin. Qon qarindoshlari Abdurahmon Abduvali bilan Ibrohim Abduvali nurg'un qatim soqchilarning ixtiyoriy avora qilishiga uchragan. 2014-yili 12-oyda Abdurahmon Abduvali, 2015-yili 1-oyda Ibrohim Abduvali qo'lga olingan. Hozir ularning oqibati aniq emas. Kuy o'g'illarga tutqun qilinib, har ikkilisiga qamoq jazosi hukm qilingan. Xulos qilib aytsak, ulug'lik ustoz Abdukerim Abduvali har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar butun turma hayoti bo'yicha Sharq Turkiston xalqining va islomning azaliy dushmani Qizil Xitoylarga, ularning har turli hiyl-nayron, qiyin qistoqlarga qilcha tizbikmasdan dinini, izzatini, sharafini, millatini qo'g'dash yo'lida issiq jinini Allohning rizoligi uchun fido qilgan. Ulug' egimiz Alloh uning shahodatini qabul qilib, Firdavs jannati bilan mukofotlag'ay. Karamlik jamolini ko'rishga, jannatda payg'ambarlar, rostchillar, solihlar bilan birga bo'lishga nasib qilg'ay. Hamda bu dunyodagi aziz tuqqanlari va do'stlari bilan Firdavsda uchrashtirg'ay. Turmidagi va sirtdagi barliq urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga, sabdoshlarga sabr, istiqomat ato qilg'ay. Xalqimiz ichidan uningdek fidokor olimlarni ko'plab chiqarib bergay.